Minecraft, lekin menda cheksizlik kirkalari bor. Bugun men sizlarga shu cheksizlik kirkalarini ko'rsatib o'tib ketaman. Go bo'lmasam ketdik bolalar, mening sahifalarimga obuna bo'ling iltimos. Yaqinda biz 200 dan oshamiz axir. Birinchi bizga sovg'a qilindi. Mana shu kirkalar. Mana shuni qayerda ishlatib ko'rsak bo'lar ekan. Bu modni men o'z Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Telegram silkasi profilimda bo'ladi. Hop, mana bu yerda qanaqa ko'rsatilishi bor. Mana shuncha olmos kirgandan mana shunaqa yasalar ekan. Lekin bularni biz yasamaymiz. Menda alohida joy bor. Hop, ko'rsataman. Bu kirkalar sizga har xil effektlar beradi. Mana masalan tezlik yurish, version, kechqurun bemalol ko'rish va tez sindirish. Lekin men tezlik yurmayapman. Balki ana yerda qishloqlar bor. Narsa sotamiz. Hozir. Narsa sotar ekan. Hammasi qimmat ekan. Lekin deydi. Bu yerda bitta narsa bor edi. Deydi bu sandiqlarni ochiraman. Lekin siz bu modni ishlatib turganingizda hech qachon qo'lingizda kirka bilan sandiqni ochmang. Aks holda sandiq buzilib ketadi. Kirka bor ekan. Bitta hamma kirkalar to'plami bor edi. Shu videoga like bosamiz tezda va mening sahifamga obuna bo'lamiz. YouTube'da 12 ta bo'ldi obunachim. Rahmat sizlarga. Mana shu yoqdamidi? Ha, mana shu yoqda ekan. Men birinchi bu modni ishlatganimda mana shularni o'yinchi deb ko'rgandim, lekin buni urib bo'lmaydi ekan. Do'stlar, meni skinim o'chib ketib qoldi va bilmadim nimagadir. Ishqib mana do'stlar, hamma kirkalar shu yerda. Bu videoni ikkinchi qismini chiqishini xohlasangiz ko'proq like bosing. Agar shu videoda 20 ta obunachi kelsa, Instagramda, YouTube'da ham, Telegramda ham men bu videoni ikkinchi qismini chiqaraman. Bu video 100 ta like'dan oshib ketishi kerak. Do'stlar, bu uchish effektini berar ekan. Uchish degani nima? Uzoqqa sakrash. Buni sariqlarni deb. Mana shu yerda sinab ko'ramiz. Bu yer o'rmonmi nima balo? Birinchi nima edi? Kirka. Seni ham adashtirdim. U yaqin qilib. Wow. Buni qanaqa? Ishqa birinchi kirkadan boshlaymiz. Daraja berar ekan bu. Daraja. Har holda darajali bo'ldi. Ana bu modni ko'rdingiz, tushundingiz, bunda daraja berar ekan, tezda 5 bo'ldi. Hop do'stlar, ikkinchi. Menga mana shu yoqdi. Chaqmoq chaqdi bu. Chaqmoq. Qani? Yo do'stlar, bu paqilda otar ekan, bayram. Nima bo'ldi hozir? Mana shuni ishlatib bo'ldik va buni men hozir bexosdan ishlatayotgan videoga tushmay qoldi. Rosa zo'r ekan mana shu nomi. Varden Ptikaxen. Ishqi Varden kirkasi bu, qaranglar. Ana. Wow. Bu mod juda zo'r ekan. Izohlarda yozib qoldiring, sizga qaysi kirka yoqdi. Bu modni aytdim, men Telegram kanalimga tashlab qo'ydim. Bemalol yuklab olishingiz mumkin xohlaganingizcha. Bunisi, qanaqangi bu? Hozir portlaydimi? Ketaveram. Yomon zo'r ekan bu ham. Bular nimani sindirolmay ekan. Ishqib mana shu modni artefakt ham ishlatadi va biz ham ishlatyapmiz do'stlar. Bu olmos topishda yaxshi qabul ekan. Buni ishlatib ko'ramiz. Ana o'yla do'stlar. Bu ham yaxshi ekan, lekin yana ishlatib ko'ramiz qaysidir. Yo'q. Ha, Xudoga shukr.
Halenda ham o'lib qoldim. Buni boshqachasimidi, shumidi bilmadim, lekin u kirkani men yo'qotib qo'ydim yo turibdimi ekan bilmadim. O'xshib, короче, nasla qarang mana. O, nima ekan bu? Daraja beramki? O, har xil nezrit berar ekan bu. Bu kirkalarni, bu kirka mana shu nezrit bergan kirkani kimga keragi bor? Endi Nargisga oltamiz. Pro Gold Pit kirkasi. Oltin berar ekan. Buni ham kimga keragi bor ekan? Endi buni nima ekan? Pro Emerald. Bu Emerald berar ekan. Mana. Bunisi Diamond berar ekan do'stlar. Va men bu kirkalarni sinab ko'rdim. Ko'rdingiz, endi bularni tashlab yuboraman. Endi mana birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, bu hacker blok qo'yib ko'ramiz. Ikkinchisi ular sig'madi. Mana shu yerda ishlatib ko'ramiz. Qani. Bu chap diyu. Oddiy kimdir degan astag'firullah buni qilishim emas. Buni ishlat. Ana. Bu o't yog'lar ekan, o't yog'ni ishlab o't yoqlar ekan. Qani? Mana olmosli. Ana buni qoralarda bu yer ostiga baza qursalar ham bo'ladi. Hali indan ham qursa bo'ladi. Bu hacker blogni kimga keragi bor endi shunga? Lekin hackerga o'xshaydi. Yo'q, bu kirka berdi. Yo'q. Bu qanaqa ekan? Bu kirkani kimga keragi bor? Mana bu gold kirkasi. Lekin yaxshi, tepa sakratar ekan. Va do'stlar, bu modni ishlatganlaringda hali qasr bor, o'sha bilan bemalol o'zingizlar tanishib chiqaverasizlar. Men sizlarga kirkalarni ko'rsatyapman, xolos. Qani? Bunda mana shunday halenda mana shunda o'ldim. Ko'rodinglar? Bunda 3 ketsa bo'lar ekan. 3 ketsa bo'lar ekan bunda. Bitta bunisiga olsak. O'ldim. Yo do'stlar, xayr. Bu videoda men o'lib qoldim va birinchi qism tugadi. Bu videoning ikkinchi qismi chiqishi uchun mana shu video YouTube'da 100 ta like yig'ishi kerak. Agar bu videoda haqqasidan 10 ta obunachi kelsa, men Telegram kanalimga zo'r mod tashlaman. Bundan ham zo'r, dunyodagi eng zo'r mod. Hali bu modni boshqa blogerlar ham ishlatmagan do'stlar. Xayr do'stlar, sizlar bilan Craft va mening sahifalarimga obuna bo'ling. Telegram kanalim esa video ostida bo'ladi. Xayr.